Ishlab chiqqan top 5 yo'nalish ko'rsatib beraman. Hammasi daromadi juda yuqori bo'lgan yo'nalishlar. Bugun videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi video roligimizda sizlar bilan hozirgi kunda 2026-yildagi top yo'nalishlar haqida gaplashib o'tamiz. Teleskop, Alliance yana 5-6 xil yo'nalishlardan charchagan bo'lsangiz, ushbu yo'nalishlar siz uchun juda ham qulay va to'g'ri kelishi mumkin. Agar katta daromad qilishni xohlayotgan bo'lsangiz, albatta ushbu videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Bo'lmasam biz boshladik do'stlar. Aytgancha bizning Telegram kanali bor, Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu YouTube kanalining bio qismida turibdi. Ko'rishingiz mumkin. O'shanga shuni o'tib podpisatsiya qilib qo'ysanglar, juda ham katta xursand bo'lgan bo'lardim. Rahmat do'stlar. Xo'p, birinchi kanalim Bob Invest kanali. Ushbu kanal har xil mana shunaqa investitsiya qilish, siz qanday qilib boy bo'lish kerak, pulni qanday qilib to'g'ri saqlash kerak, to'g'ri joyga investitsiya kiritish kerak, banklar bizni qanday aldaydi degan har xil yo'nalishlar haqida video qiladi. Ushbu yo'nalishda shunchaki voice ovoz hamda image bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, sizlarga ko'rsatib beraman, hech qanaqa animatsiya yo'q, hammasi oddiygina o'sha rasmlar, slayd rasmlardan iborat, faqat ovozga mos bo'lgan rasmlar. Misol uchun ushbu joyda, misol uchun Bob ko'rsatmoqda market return, ya'ni marketning ko'rsatkichlari degan joy gapirayotgan bo'lsa, albatta bu yerda xuddi shu narsani ko'rsatib berishimiz kerak. Xudo xohlasa bu yo'nalish haqida darslik bo'ladi. Shuning uchun hozirroq kanalga subscribe qilib, ya'ni obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, xuddi shunaqa yo'nalishlar videolar qilib ko'rsatgan, pulni qanday saqlab qolish kerak, qanday qilib to'g'ri analiz qilish kerak, do'konda nima sotib olish qilish bilan mana shunaqa yo'nalishlar haqida o'rgatyapti va bunaqa yo'nalishda sizlar ko'rgan bo'lsanglar yoki ko'rmagan bo'lsanglar tanishtirib o'tib ketyapman, ya'ni shunaqa yo'nalish borligini. Xo'p, keyingi kanalimiz The Pen Explainer degan kanal. Ushbu kanalda ko'ryapsizlar, mana shunaqa har xil yo'nalishlar haqida gapiriladi. Every US war crime, bu yerda yo'qolib qolishlar, dunyodagi eng qotillar, xullas qanaqa o'ldirgan. Xullas kalom shunaqa foydali ma'lumot, internetdagi bizni ko'zimiz ko'rgan tushlarimizni ko'rinadigan, xo'p, YouTube'dagi maxfiy videolar, odamlar qanaqa qilib o'lishadi, xullas kalom tarixiy voqealarga asoslangan crime, ya'ni jinoyatlar haqida videolar bo'ladi va bu yerda shunaqa yo'nalishlar haqida gapirishgan. Va ushbu yo'nalish juda ham yaxshi yo'nalish hisoblanadi. Faqat videosini qilishingiz qiyinroq bo'lishi mumkin. Agar siz bu yo'nalishga qiziqib kirib ko'rsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Mana oddiy, ammo gapirtiriladi bu yerda, ovozlar bor, animatsiyalar bor. Shunga baribir ham bu anchagina qiyin yo'nalish hisoblanadi. To'g'risini aytsam, ushbu yo'nalishda sizlar ishlashlaring ancha qiyin bo'lishi mumkin. Ammo sizlarga shunchaki tasvirlab, tushuntirib ko'rsatib o'tib ketyapman. Albatta, kanal siz kiradigan kanal 18.055 topish haqida yozib qo'yilgan. Yo'nalishlari zo'r, haftalik 2.800.000 prosmotr olgan, jami 250 million prosmotr kanal yig'gan do'stlar. Bu yo'nalish ham juda ham dahshatli yo'nalishlar hisoblanadi, ammo hozirgi vaqtda buni qilish salgina biz uchun og'irlik qiladi. Birinchidan til bilishimiz kerak, albatta bu yo'nalishda. Tilni juda ham mustahkam biladigan bo'lsak, albatta qilishimiz anchagina osonlashadi. Biz buni montajga keladigan bo'lganda ozroq qiynalishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi kanalimiz Jungles Factory. Do'stlar aytgancha, ushbu yo'nalishda sizlarga video montaj kerak bo'lsa, biz tayyorlab beramiz. Xo'p, birdan tushuntirishga o'tib ketsam, yo'nalishlar nima bo'ladi? Xullas kalom, o'sha ilonlar terisini olib, ulardan har xil masalaqa kerakli bo'lgan narsalar, bank pul qandaylar ishlab chiqaradi, konservalar tayyorlanishi, ranglar berilishi, musorlarning ezilgan holatda, xullas mana shunaqa yo'nalish hisoblanadi. Ushbu yo'nalish o'z davrining eng zo'r hisoblanadi va hozir ham ideya qilib zo'r qilsangiz bo'ladi albatta. Mana ko'rishingiz mumkin, 2 oy oldingizda 2 million prosmotr olgan va bu yo'nalish ham ajoyib hisoblanadi. Agarda shunaqa yo'nalishda sizlarga video montaj kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bitta videosini ichiga kirib ko'rsatib beraman. Xo'p, video nima bo'ladi? Noldan ilonni analiz qiladi, sintez qiladi, terisini u qiladi, bu qiladi, xullas olib uni moyini oladi, zahrini oladi, tibbiyotda ishlatadi. Oxirida nima kerak mana? Mana shunaqa bankalarda Xitoyda sotilyapti, uni sotib olgan varianti, shunaqa ishlatgan varianti, ya'ni ilondan menimcha alkogol mahsulotini tayyorlab ko'rsatayotgan bo'lsa kerak. Xo'p, bu yo'nalish xullas shunaqa yo'nalish. Yo'nalish o'zini eng zo'r davrida bo'lgan va hozir ham yaxshi, menimcha prosmotr olsa, ishlasa bo'ladi. Xo'p, keyingi yo'nalishimiz Pop Universe degan kanal hisoblanadi. Ushbu kanalda Pop Demon Hunter personajlari
animatsiya qilgan V3 modelida qo'ygan, buni rasmini generatsiya qilib va ushbu rasm orqali har xil mana shunaqa ko'rinishlarga reaksiya bildiradi. Reaksiyalarni ham o'sha mana shunga moslab, gapirtirib animatsiya qildirgan. Xullas do'stlar, agar kommentariyada qaysi yo'nalish mana shu ko'rsatgan yo'nalish qaysi birini qilish kerakligini darsligini xohlayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirsanglar juda ham kattakon xursand bo'lgan bo'lardim. Shunaqa xullas mana shunaqa videolarni qilib, animatsiya qilib ko'rsatadi va prosmotr o'zgarishi normalniy, shuning uchun ham shu yo'nalish ham o'zgarishi zo'r hisoblanadi. Xullas shunaqa. Va yo'nalish hozirgi vaqtda qancha daromad qilish haqida ham hozir ko'rib beraman. View channel states. Alright. Haftalikka 21% ga pastlab ketibdi. No 2000 dan 5000 gacha daromad qilish yozilgan. Bu xatyabi mayda bo'lsa ham $2000 daromad degan do'stlar. Undan keyingi kanalimiz Prompt Potato kanali va ushbu kanalda ham Gemini, Cloudy va ChatGPT orqali skriptlar yaratib, ya'ni o'sha promptlar yaratib, sun'iy intellektda mayda-mayda o'yinlarni yaratib ko'radi. Aynan bunaqa dahshatli o'yinlar yaratmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda IC Voicer'dan ham foydalangan, shunaqa qilib mana ChatGPT bilan gaplashadi, u tushuntiradi va shunaqa sun'iy intellekt vositalariga kirib, misol Cloudy'lar zo'r yaratib beradi. Kirib ichida mana shunaqa skriptlar tashlab, unda o'yinlar yaratib ko'radi. Zo'r o'yinlar yaratib ko'radi va o'yinda o'ynab ko'radi. Mana ko'rishingiz mumkin. Horror qanaqadir o'yin yaratib ishlab ko'raman. Preview'da ko'rishingiz mumkin. ChatGPT qanday o'yin yaratib beradi skript uchun, Cloudy va Gemini. Xo'sh, mana shunaqa yo'nalish hisoblanadi. Bu yo'nalish ham hozirgi vaqtda trend bo'lyapti. Juda ham bitta bu kanal emas, bunday kanallar men juda ko'pligini ko'rganman. Juda ham zo'r ketyapti. Qoyil qolish kerak va ajoyib. Xullas kalom, bu yo'nalish ham juda ham zo'r. Hozirgi daromadi qancha ekan-da? Hozirgi daromadi endi kamroq ko'rsatyapti, sababi kanal yangi boshlangan. Menimcha monetizatsiyaga yaqin o'ylangan bo'lishi ham mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Endi kanal juda ham tez-tez video yuklamaydi ekan. Haftada, oyda bir video yuklar ekan. Shuning uchun ham daromadi past ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin aynan bu haftani. Xo'p, shu yo'nalishlar haqida gaplashib o'tmoqchi edim. Ko'rsatib berdim. Aytgancha bu yo'nalishlarda qilish salgina qiyin bo'lishi mumkin. Ammo sizlar uchun bu qanaqadir yangilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Agarda sizlarga yoqqan bo'lsa video, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, hamda Telegram kanalimizga o'tib ham obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Hammaga rahmat, sog', salomat bo'linglar do'stlar.